qolmaylik yana. Bizning chorlar maktab qo'ng'irog'i. Darsga kech qolmay deb yuguray. Ormon maktabimiz bag'rida. O'rganib, bilim olamiz. Nima? Qachon? Qayerda? O'rganamiz maktabda. Nima? Qachon? Qayerda? O'rganamiz Maktabda. Bo'la qol. Kelinglar, dars boshlandi. La 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 la. Salom ustoz demoqchi edim. Lekin ustozim dara yo'q. Ana bo'lmasa, ustoz hali kelmabdilar-ku. Qaysi dars bo'larkan a? Bilmasam, ustoz kelsalar bilib olamiz-da, Quyonvoy. Menimcha bugun ham nimadir yasarmikimiz a? Balkim sayohatga chiqarmiz. Voy, sayohatga chiqsak zo'r bo'lardi lekin vaqt. Ha. Sayohatga chiqmas ekan. Ana. Salom ustoz. Salom ustoz. Salom mening aziz mitti do'stlarim. Sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Kelib turganingizdan shuni anglab yetdimki, o'tgan darsimiz sizlarga xush kelgan va o'sha mavzuni davom ettirish uchun birinchi bo'lib yetib kelibsizlar. Shundaymi? Bo'ppa to'g'ri ustoz. Ha, ustoz. Barakalla. Unday bo'lsa, uyga vazifani so'rab o'tirmayman. Tezroq mavzuyimizni davom ettira qolamiz, ha? Xayriyat, zo'r bo'ldi ustoz. Yaxshi ham so'ramadingiz. Qoyil ustoz. Nima deysizlar? Yo'q, tezroq darsni boshlaylik, xotirangizdan ko'tarib ketmasin yana. To'g'ri. Xo'sh, o'zi qayerda to'xtagan edik? Qit'alar haqida gapirib bermoqchi edingiz, ustoz. Qit'alar deysizmi? Xo'sh. Mayli, qit'alar bo'lsa, shunday bo'la qolsin. Demak, o'zi qit'alar haqida gapiradigan bo'lsak, ular ummonlar bilan o'ralgan va yer yuzasining 29%ni egallagan katta yerlardir. Bizning dunyoda nima deysan? 5 ta deymi? Yo'q, adashding. 6 ta qit'a bor. 6 ta. Shuni ham bilmaysanmi, Quyonvoy? Qaysi birini esimdan Ularning eng kattasi Yevrosiyo, eng kichigi esa Avstraliya bo'ladi. Ha, Avstraliya. Biz u haqida ko'p eshitganmiz. barakalla. Faqat olmaxon Avstraliya deyishga harakat qilib ko'r. Avstraliya. Emas, Avstraliya. Ustoz, tilim kelishmadi xullas. Mayli, darsimiz yakunigacha balki kelishib qolar. Xo'sh do'stlarim, demak, men sizlarga Afrika haqida so'zlab beraman. U kattalikda ikkinchi qit'a bo'lib, quruqlik yuzasining taxminan 20%ni egallaydi. Yo'q. Xuddi shunday. Afrikada 54 ta davlat mavjud. Shuningdek, u yerda dunyodagi uzunlikda ikkinchi o'rinda turadigan. Men bilaman. Xo'sh. Men ayta qolay, ustoz. Nil daryosi bor, to'g'rimi? Barakalla va eng katta bo'lgan Sahroi Kabir cho'li. to'g'ri. Barakalla. Yaxshi eslab qolgan ekansizlar. Yana. U yer juda ham issiq bo'ladi. To'g'ri. Dengizchi ustoz bilan bizcha adashib borib qolgandik. Hali ham esimdan chiqmaydi. Ha. Hechqisi yo'q, Quyonvoy. Unday bo'lsa, sovuqroq joy haqida aytaman. Mayli. Antarktida qit'asi haqida gaplashamiz. Qani, olmaxon aytib ko'rchi, Antarktida. Barakalla. Ushbu qit'a Yerning eng janubiy nuqtasida joylashgan va sayyoradagi eng sovuq mintaqadir. Voy, yerni janubida joylashar ekanda, u sovuq bo'lar ekan.
Ha, axir o'tgan darsda aytgandim-ku, quyosh nurlari yergacha yetib bormaydi deb. Ha, to'g'ri, yodimdan ko'tarilibdi. Ha, muzli qit'ada uchratish mumkin bo'lgan yagona odamlar maxsus jihozlangan stansiyalarda yashovchi olimlardir. Ana shunaqa. Demak, u yerda insonlar istiqomat qilmaydi, Oddiy aholini uchrata olmaysan. Hayvonlar mavjudmi? Albatta, u yerning hayvonlari pingvin va to'lanlardan iborat. Ustoz, biz qayerda joylashganmiz? Shuni ham bilmaysanmi? Axir biz Yevrosiyoda joylashganmiz, ustoz. Ha, shunday. Bu eng zich joylashgan qit'a bo'lib, quruqlik yuzasining taxminan 36%ni egallaydi. Ana. U dunyoning ikki qismini, ya'ni Yevropa va Osiyoni birlashtiradi. Shuning uchun ham Yevrosiyo deyiladi. To'ppa-to'g'ri. Bu yerda 5 milliardga yaqin odam yashaydi. Bu degani sayyoramizning 75% aholisini tashkil etadi. Endi shuni so'ramoqchi edim. 5 milliard ko'pmi, kammi deb. Juda ham ko'p. Juda ham ko'p ekan rostdan ham. Aytgandek ustoz, men televizordachi bir ajoyib ko'rsatuv ko'rib qoldim. Xo'sh. U yerda aytilishicha, ancha oldin qit'alarning tuzilishi umuman boshqacha bo'lgan ekan. Shu gap rostmi? Shunaqami ustoz? Qit'alarning siljishi nazariyasini 1912-yilda nemis geografi Alfred Wegener taklif qilgan. Uning taxminiga ko'ra, taxminan 500 million yil oldin Yerning butun quruqligi bitta ulkan qit'adan iborat bo'lgan, xolos. Tushundingizmi? Ha, Bu ustoz. shunchaki taxmin, to'g'rimi? Bitta umumiy qit'a bo'lgan deb hisoblashgan. Keyin bo'lsa u katta qismlarga ajralib chiqa boshlagan. Ular bir-biridan uzoqlashib, yangi qit'alarni hosil qilgan. Mana shu kunga kelib. Do'stlarim, diqqat, qiziqarli fakt. Ural tog' tizmasi Yevropa va Osiyoni ajratib turadi. Antarktida bu biron bir mamlakati bo'lmagan yagona qit'a. Antarktida. Chunki u yerda hech kim yashamaydi. insonlar. Albatta, unday sovuqda yashashning iloji ham yo'q. Misr davlati G'arbiy Afrikada joylashgan bo'lsa-da, uning bir qismi Osiyoda joylashgan, ya'ni Sinay yarim oroli. O'zi, do'stlarim, shuni ta'kidlab o'tish joizki, yerdagi hayot suv mavjudligi tufayligina bo'lishi mumkin. Uning manbalari muzliklar, daryolar, Ko'llar. o'rmonlar va dengizlardir. barakalla. Uning dunyo zaxiralarining 90% dan ortig'i o'rmonlarda joylashgan. Ustoz, aytingchi, tabiatdagi suv aylanishi nima? Ha, hozir tushuntirib beraman. Quyosh o'rmondagi suvni isitadi. Ustadi. Ha, uning yuqori qatlamlari suv bug'iga aylanadi. Havo namlik bilan to'yingan va u soviganda bulutlar paydo bo'ladigan mayda suv tomchilarini hosil qiladi. Bilamanki, u tomchilar yomg'ir bo'lib yerga yog'iladi. Nafaqat yomg'ir, balki qor va Muzlar. do'l bo'lib yog'ishi Ha, mumkin, shunday to'g'ri. Shunday qilib tabiatda suv aylanishi sodir bo'ladi. Ha, tushundim endi ustoz. Baykal ko'li dunyodagi eng chuqur ko'l deb hisoblanadi. Ustoz, aytingchi, daryo bu nima? Daryolar yer yuzidagi cho'zinchoq chuqurlik bo'ylab oqadigan toza suv oqimlari. Tog'larda muzliklar erib ketganda yoki kuchli yomg'ir yog'sa,
suv o'sha tekislikka oqib tushadi. Kichik oqimlar uchrashib, daryolarga qo'shilib ketadigan oqimlarni hosil qiladi. Ba'zi daryolar ummonga, boshqalari esa dengizlarga oqib tushadi. Ha, tushunarli ustoz. Demak, eng kattasi ummon ekanda, ustoz. Ha, u ummon o'zi nima, ustoz? Ummonlar qit'alar orasida joylashgan va yer yuzasining 70% dan ko'prog'ini egallagan eng katta suv havzalaridir. Ana, xolos. Dengiz ummonning bir qismi bo'lgan katta sho'r suv havzasi. Ana. Dengiz va ummonlarda tirik jonzotlarning million xil turlari yashaydi. Million xila, ustoz. Ha, yerning barcha ummonlari birgalikda jahon ummonini tashkil etishadi. Jahon ummoni qit'alarni 4 ummonga ajratadi. Tinch ummoni, Atlantika ummoni, Hind ummoni va Shimoliy muz ummoni. Ulardan eng kattasi va eng chuquri bu Tinch ummonidir. Ummon aholisini quyosh bilan yoritilgan sirtda ham, yorug'lik kirmaydigan ulkan chuqurlikda ham topish mumkin. Ular shartli ravishda 3 guruhga bo'linadi. 3 guruhga-ya? Ha. Plankton, nekton va bentos. Buncha murakkab. Nekton bu suv ostida erkin harakatlana oladigan barcha ummon jonzotlari. Plankton esa suv yuzasida yashaydigan va oqimga qarshi tura olmaydigan mitti organizmlar. Bentos esa ummonning eng pastki chuqur qismida yashaydigan jonzotlar. Masalan, turli xil qurtlar, yo bo'lmasam qisqichbaqalar. Ana shunday. Ha, tushunarli, ustoz. Do'stlarim, diqqat qiling, qiziqarli fakt. Ummonlarda 13 ming turdan ortiq tirik jonzotlar mavjud. Tinch ummoni Atlantika ummonidan deyarli 2 barobar katta bo'ladi. Ana xolos. Xo'sh do'stlarim, navbat tog'larga kelibdi. Tog' atrofdagi hududdan keskin ko'tarilgan yer va tosh uyumlaridir. Qisqacha qilib aytsak, balandligiga qarab ular baland yoki o'rtacha yoki past tog' deb hisoblanishadi. Balandlari 3 kilometrdan ortiq, o'rtachalari esa 1 kilometrdan 3 kilometrgacha va past tog'lar 1 kilometrgacha bo'ladi xolos. Ustoz, o'sha tog'larning eng baland cho'qqisi bor-ku? Xo'sh. O'sha hamma cho'qqilarga inson qadami tekkanmi shunda? Shunday deyishadi. Hatto o'z izini qoldirgan insonlarning ro'yxati ham mavjud. Bu haqida alohida o'rganishimiz ham mumkin darsimizda. Tushunarli, ustoz. Endi do'stlarim, tog'larning qanday paydo bo'lishi haqida sizlarga so'zlab bersam. Xo'sh, ustoz. Plitalar deb ataladigan yer qobig'ining qismlari bir-biri bilan to'qnashadi. Deformatsiyalanadi, siljiydi va ko'tariladi. Tog'lar shu tarzda paydo bo'ladi. Ha, tushunarli. Bu jarayon plitalar tektonikasi deb ataladigan nazariya bilan izohlanadi. Everest bor-ku? Xo'sh. O'sha dunyodagi eng baland tog' ekan. Uni balandligi adashmasam 8848 metr. Sen ham bilasanmi? Ha. U Himalayda Nepal va Tibet chegarasidan o'tadigan tog' tizmasida joylashgan ekan. Barakalla. Everestchi taxmini haligi 60 million yoshda-emish. To'g'ri. Juda yaxshi. Xo'sh, Olmaxon, seni esingda nima bor? Qanday ma'lumot bilan bizni xursand qilasan? Men esa Mauna Kea haqida bilaman. Mauna Kea
Tinch ummonidagi Gavayi orollaridagi faol bo'lmagan vulqon. To'g'ri. Tog'ning katta qismi suv Suv ostida. ostida joylashgan, men ham bilaman. Vulqonning ummon tubidagi pastki nuqtasidan cho'qqisigacha balandligi 10,000 metrdan oshadi. To'g'ri. Ammo u yerdan atigi 4200 metr balandligida ko'rinib turadi. Xuddi shunday. Yashavar. Endi men davom ettiraman. Mauna Kea astronomik kuzatuvlar uchun dunyodagi eng yaxshi joylardan biridir. Vulqon tepasidagi rasadxonalarda hozirda 11 mamlakat olimlari ishlamoqda birgalikda. Ant tog' tizmasining uzunligi 7000 kilometrdan oshadi do'stlarim. Tog' tizmalari bir-biriga yaqin joylashgan bir qator tog'lardan iborat. Shuning uchun ham shunday deb ataladi. Boya tektonik siljishlar dedingiz-ku? Esingizdami? Shunday. Ana o'ylab qoldim o'sha siljishlarga. Shu haligi zilzilalar bo'ladi-yu. O'sha zilzilalar ham kirib ketadimi ular orasiga? Keyin vulqonlar otilib chiqadimi o'sha yerda? Zilzilalar, silkinishlar, yer yuzasining to'satdan tebranishlari. Vulqon esa bu kraterli tog' bo'lib, u orqali gazlar, issiq bug', olov, lava va tosh qoldiqlari otilib chiqishi mumkin. Tushundim ustoz. Farq shunda, zilzila uylarni vayron qilishi va ko'p odamlarning hayotiga zomin bo'lishi mumkin. Aslo bo'lmasin. Vulqon otilishi esa ko'chkilarni keltirib chiqaradi. Zaharli gazlar va ko'p miqdordagi kul chiqishi bilan sodir bo'ladi. Ushbu ikkala hodisa ham tabiiy ofatlar deb sanaladi. Hozir bizning savolimizga javob berdingizmi yo mavzuni o'zgartirib yubordingizmi ustoz? Yo'q do'stlarim, shoshmay turinglar. Hozir tushuntirib beraman. Zilzilalarning sodir bo'lishining sababi yer yuzasi doimiy harakatda bo'lgan ko'plab plitalardan iboratligidir. Ishqalanish kuchi tufayli ular o'rtasida kuchlanish hosil bo'ladi va u o'z cho'qqisiga yetganida yer qobig'ining bir qismi uning yuzasida yoriq bilan keskin siljib ketadi. Qiziqarli fakt, dunyoda 500 dan ortiq faol vulqonlar mavjud shu kunda. Sen bo'lsang Quyonoy, boyagina kam deyayotganmiding? Lekin bo'lmasa undan ham yaxshi, ustoz. Shu tabiatga biror foydasi bormi-ku shu vulqonlar? Hech tushuna olmayman. Balki bordir, lekin bilasanmi, yerda bo'lgani kabi oyda ham silkinishlar va tebranishlar sodir bo'lib turadi. Ana bo'lmasa. Oyda ham shunday ekan-da, ustoz. Bilmadim. Gavayi orolidagi Mauna Loa sayyoradagi eng katta vulqondir. Ustoz, buni bilamiz. Vulqonni ham nomi bormi? Albatta. Tinch ummonidagi olov halqasi, vulqon otilishi va zilzilalar doimiy ravishda sodir bo'ladigan joy, agar bilsang Quyonvoy. Bu Tinch ummonini o'rab turgan, uzunligi taxminan 40,000 kilometr bo'lgan taqqa shaklidagi maydondir. Bu hududda yerdagi barcha faol vulqonlarning diqqat qil 75% dan ortig'i joylashgan. Xayriyati yaxshi ham uzoqda joylashgan ekan. Yaxshi ham bizda unday vulqonlar yo'q. Do'stlarim, demak, vulqon turlarini eslab qoling. Vulqonlar faol, harakatsiz yo'q bo'lib ketgan va uxlab yotgan bo'ladi. Ana buni qarang, uxlab yotganlari ham bormi? Albatta. Uyquchilar bo'lar ekanda. Faol vulqonlar muntazam ravishda otilib chiqadi.
harakatsiz vulqonlar harakatsiz deb hisoblanadi, biroq ular hali ham otilish ehtimolidan yiroq emas. Yo'q bo'lib ketgan vulqonlar faol emas. Ular shunchaki kraterli tog'lar bo'lib qolgan. Ana darsimiz ham tugab qoldi ustoz. Xo'sh, do'stlarim, qo'ng'iroqni eshitdingiz? Ha, ustoz eshitdik. Menimcha barchasini o'rganib bo'ldik-a bugungi ustoz. Bugunga-ku o'rganib bo'ldik, lekin bu mavzuyimizni hali davom ettiramiz. Hozircha do'stlarim, ko'rishguncha deyman. Sog' va salomat bo'linglar. Yaxshi qolinglar. Yaxshi qolinglar. Voy, ustoz bizdan ham shoshib turgan ekanlar-a. Shunaqasi ham bo'lar ekan-a. Xayr ustoz deyishga ulgurmadim. Xayr ustoz. Xayr ustoz. Ketdikmi? Qani ketdik. Yiroq qoldi. Tavba, butun o'rmonga aytib berish kerak, ustoz qochib ketganlarni bizdan.